ayollarda gormonal o'zgarish bo'ladi klinik yoshida, ayni shu yoshda moddalar almashinuvi buziladi. O'sha paytda qon bosimiga xos belgilar, qandli diabet, nasliy kasalliklar paydo bo'ladigan yosh hisoblanadi. Ayollarda 50-55 yosh o'rtasida. Siz iloji boricha siz ovqat tarkibingizda xolesterin miqdorini nazorat qilishingiz kerak. Plus shirinliklarni siz ehtiyot qiluvchi yemay turishingiz kerak bo'ladi. Semirish, xolesterin bu yog'lar. Bizda ovqat tarkibida yomon sifatli xolesterin bu aynan shu qon tomirlarida ichida yurakni oziqlantiradigan tomirlarda yog'lar sekin-sekin to'ldirib oziqlanishini buzib qo'yadi. Yurakka qon yaxshi kelmay qoladi. O'shanda bemor hansiraydi, charchaydi, quvvatsiz bo'ladi. Dadangizda mana hozirgi yoshda masalan qon bosimi bo'layotganligi yoki qandli diabet borligi siz ularni yoshligiga ketganda sizda bo'lmasligi uchun siz hozirdan o'zingizni hech qanaqa e'tiboringizni qilishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi kamqonlik. Kamqonlik sizni yoshingizda nihoyatda ko'p uchraydi. Bo'lgan ayollarda to'g'ri yoshida, to'g'ridan keyingi bo'lgan holatda ham bizda kamqonlik bilan tug'ilgan chaqaloqlarda ham bu anomaliyalar bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasa boshqa nerv sistemasi bilan bog'liq boshqa kasalliklar, har xil kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Endi sizni qo'lingizdagi bor narsa, iloji boricha maksimal siz shuni ehtiyot qilishingiz kerak. Qon ko'paytiradigan dorilar uzoqroq ichiladi. Siz ovqat tarkibida ham bu temirga boy narsalar ko'proq yeb turishingiz kerak bo'ladi. O'zi jismoniy harakatingiz qanaqa? Piyoda ko'p yurasizmi? No, oyog'im anaqa desa, piyoda ko'p yuraman. Harakatingiz kammi? Ota-onangizda semizlik yo'qmi? Oshishda vazn yo'qmi ularda? Harakatni kamligi ham oshiqcha vazn qo'shtiradi. Harakat yurmay qo'ysangiz ham, o'sha sizda og'irlashish bo'laveradi. Moyillik bor degan. Endi oyog'ingizdagi bu muolaja tugagandan keyin o'zingizga shunaqa kun tartibi qilib oling. Eng kamida bir kunda 4000-5000 qadam piyoda yurishingiz kerak. Siz kundalik yurishlaringizdan boshqa. Yaxshi. Yuragingiz birorta tez uryaptimi? Ba'zida matnga Tiqilib qoladi. Bu nerv sistemasini hisobiga bo'ladi. O'qituvchi ekansiz, asabiy zo'riqish baribir ko'p bo'ladi. Ish bilan bog'liq, uyda bo'lishi mumkin qanaqadir asab zo'riqish. O'sha paytda yuragingiz tez urishi, o'sha quvvatsiz bo'lib qolishingiz, bu ko'pincha asabingiz hisobiga. Kamqonlik ham xuddi shunaqa, yurakni tez urib qo'yadi. Gemoglobin kamligi ham xuddi shunaqa yurak tez urishiga ko'p shikoyat qiladi kasallar. Siz yotganingizda biz tekshirib olamiz. Siz ferritin, vitamin D degan analiz gormonlar bor. Shuni ko'rishimiz kerak. Vitamin D tekshirishimiz kerak. Ha. Shu. Biz yana buni qayta tekshirib olamiz. Ferritin tekshirib turishimiz kerak. Bu qon tarkibidagi asosiy transport vazifasini bajaruvchi temirni miqdori bizda nazorat qilib beradi. Iloji boricha biz maksimal shuni 100 ga yaqin holatda olib yurishimiz kerak. Ko'p tekshirganimizda ko'pchilik ayollarda shu 5, 10, 15, 20 gacha bo'lgan oraliqda ko'p chiqadi. O'zi normasi bu 100 ga yaqin. Iloji boricha ferritin biz shunaqa yuqori holatda bo'lishi kerak. Gemoglobin tekshirganingizda gemoglobin sizda masalan 90, 80, 100, 110 bo'lishi mumkin, lekin tarkibidagi ferritin miqdori kam bo'ladi. Ferritin kamligi ham sizda kamqonlik, bu sizda shunaqa bezovta qiladi. Siz yotganingizda tekshirib olamiz, maslahatlashamiz, xudo xolasa. Hozircha yomon narsa yo'q. Analizingizdan keyin sizni yana ko'ramiz.